Bismillahirrohmanirrohim. Abdulbosit, men sizga hadis borasida bir qancha savollar tayyorlab qo'ydim. Bu savollarni nimaga aynan sizga tayyorladik desak, sababi siz yo'nalishingiz hozirda siz hadis ilmida magistraturada o'qiyapsiz. Ba'zi manbalarda qarab tekshirib chiqsam, masalan, YouTube platformalarida hadis ilmi bo'yicha boshlang'ich odamlarga tushunarli tarzda darsliklar yo'q ekan. Shuni biz o'zimiz olib chiqaylik, eshituvchi odamlarga foydali bo'lsin degan maqsadda shu ishni boshlayapmiz. Birinchi savolimiz to'xtaladigan bo'lsak, hadis nima degani? Hadis nima? Hadis ilmi qanaqa ilm? Shu haqida qisqacha aytib bersangiz, keyingi savollarimiz davom etib ketamiz. Xo'p, bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Hadis degan nima degani esa o'zi arab tilida yangilik degani. Biz eski bo'lganmiz, uni qarama-qarshida hadis deb yangilik. Istilohda bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zini, qilgan ishlarini, amallarini va taqrirlarini hadis deb qo'yadi. Taqrirga to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsak, taqrirda shunday bir narsani aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida qaysi bir sahoba bir amalni qilganda payg'ambarimiz bilib sukut qilib qo'ysa, indamay qo'ygan joyini taqrir deb qo'yadi. Bu narsadan muboh ekaniga dalolat bo'ladi. Shu sababdan shu narsalar ham taqrirlar ham hadis bo'lib hisoblanadi. Xo'p, endi hadis ilmi nima deydigan bo'lsa, hadis ilmi bu hadisni qabul qilinishligi, yo bo'lmasam rad qilinishligi, uni sanadini, matnini qabul qilinishligi, rad qilinishligini aniqlab beradigan mezon va qoidalari jamlanmasini aytsa bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Endi hadis deganda hozir siz sanadlarni zikr qilib o'tib ketdingiz. Hadis ilmida sanadlar qanchalik muhim? Sanad o'zi nima? Sanad degani o'zi lug'atda bir mahkam narsani aytadi, suyaniladigan narsani sanad deb qo'yadi. Istilohda bo'lsa, bu sanadning matni shu sanad hadisning matni sanadga suyanib mahkam turib qoladi-da. Buning uchun esa hadisni payg'ambarimizdan bir sahoba eshitgan bo'lsa, sahobadan tobidan tobiinlar eshitib, shu silsilalar, roviylar, rivoyat qiluvchilar ulanib kelaveradi. Shu silsilani sanad deb qo'yadi. Sanad bu ummat Muhammadiyani biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ummatining xususiyati bo'lib hisoblanadi. Nimaga desa, boshqa ummatlarda unaqa isnod, sanad degan narsalar yo'q. Ibn Sirin rahimahulloh aytgan, o'zi oldin sahobalar, tobiinlar paytida ko'pchilik sanad so'rashmadi deydi. Lekin qachonda fitna tushganda sammulana rijalakum deganda, ya'ni sizlar bizga o'sha hadisni rivoyat qiluvchi kishilarni sanaddagi odamlarni aytinglar kimlar? Agar ahli hadis, ahli sunna bo'ladigan bo'lsa, yaxshi odamlar bo'ladigan bo'lsa, olamiz, hadisni qabul qilamiz. Agarda ahli bid'a bo'ladigan bo'lsa, hadisni olmaymiz degan. Ibn Mubarak rahimahulloh aytgan, al-isnadu minad-din. Sanad bu dindan deb aytgan. Agar sanad bo'lmaganda laqala man sha'a ma sha'a. Xohlagan odam xohlagan narsasini aytadi. Masalan, siz bir so'z aytdingiz, boshqa bir odam bir so'z aytdi, lekin hadis bo'lsa hadis deb qo'ysa, hadis ekan, payg'ambarimiz so'zi ekan o'tib ketaveradi. Lekin sanad kelganda kim payg'ambarimiz so'zimi? Sanadini zikr qil. Sanadini zikr qilsa, keyin borib, sanadini tekshirib, aniqlab, keyin hukm chiqariladi. Ya'ni sanad hukmi shunchalik, sanadning o'rni shunchalikki, bizni hattoki Qur'onni ham, hadislarni ham, hattoki oddiy kitoblarda ham, islomning kitoblarida ham hozir sanad ijozalari bilan olinib qolgan narsa. Demak, hadis ilmida sanad qanaqa ahamiyatga ega desa, hadis qabul qilinadimi, qabul qilinmaydimi, sanadi yechib berar ekanda buni. Ko'prog'i sanadi yechib beradi. Ko'proq. Xo'p, endi shunaqa savol paydo bo'lib qoladi. Hadis endi ko'p omma odamlar ichida tarqalgan hadis deganda sahih hadis bo'ladi, keyin zaif hadis degan narsa tarqalganda shunaqa ma'nolar. O'zi hadis qabul qilinadi, sahih degani qabul qilinadi, zaif degani rad qilinadi degani. Hadisda shu ikkovsiga bo'lingan bo'ladimi yo boshqa yana qo'shimchalari ham bormi? Xo'p, hadisni qabul qilinishligi va rad qilinishligi jihatidan 3 ga bo'linadi. Sahih hadis, hasan hadis va uchinchisi zaif hadis siz aytgandek. Sahih hadis nima deydigan bo'lsa, sahih hadisda masaladan dalil olsangiz ham bo'ladi masalalarga. Bo'lmasa qandaydir bir amallarga fazilat uchun ham foydalansangiz bo'ladigan hadislar. Hadis sahih bo'lishligi uchun ulamolar, muhaddis ulamolar 5 shartni
shartlashgan. Shu 5 Ha. shart jamlagan hadis sahih bo'ladi deb. Hmm. Birinchisi ittisol sanad bo'lishi kerak. Boya aytib o'tganimiz sanadimiz uzilib qolmash kerak o'rtada. Hmm. Agar uzilib qoladigan bo'lsa hadis zaif bo'lib ketadi. Birinchisi sanad uzilmasligi, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa asli sanatdagi odamlar adil bo'lishligi. Ha. Adil degan nima deydigan bo'lsa, u roviy birinchi musulmon bo'lishligi, aqlli bo'lishligi, Hmm. balog'atga yetgan bo'lishi kerak, fosiq bo'lmashi kerak. Hmm. Katta gunohlarni qiluvchi, yo'qsa kichkina gunohlar qilaveruvchi odam bo'lmashi kerak. Hmm. Va beshinchisi odamgarchilik sifatlar bo'ladi-yu. Hmm. Ana shu narsa yo'qolib ketmagan odam bo'lishi kerak. Ha. Bu shu ikkinchi sharti adil bo'lishi kerak. Uchinchisi zobit. Ya'ni odam ana shu narsani bir hadisda eshitganda boshqa birovga yetkazib berishligi to'liq bo'lishi kerak. Tamul zobit deb aytadi. Ha. Zobitga ham biroz to'xtalib o'tsak, zobit bu ikki turli bo'ladi. Mhm. Eshitgan bo'lsangiz kerak o'zi. Tamul zobit ikki turli bo'ladi. Zobtus sodr, zobtul kitab deb. Hmm. Ya'ni zobtul kitab deb nimani aytadi desa, siz bir hadisda eshitasiz yoki bir so'z yozsiz, o'zini daftariga yozib qo'yadi. Hmm. Boshqa bir odamga shu hadisni yetkazayotganda, aytib berayotganda daftarni ochadi-da, aytib beradi. Hmm. Daftarda yozilgan narsa esdan chiqmaydi, qolib qolaradi-yu. Hmm. Aytadi-da, esdan chiqib qolsa ham daftardan qarab aytib beradi. Bu Hmm. zobtul kitab bo'ladi. Zobtus sodr degani bu o'zi ko'kragida, qalbida yodlab qo'ygan narsasi. Ha. Bizda bir ustozimiz bo'ladi, Muhammad Yaqub Beliyaviy degan. Mhm. Shu ustozim aytardi, ko'pchilik muhaddisinlar deydi, ko'pchilik hadisshunos olimlar zobtul kitab bo'ladi deydi. Ya'ni yozib nima qiladi? Uni Yozuvlar jamlab qo'yadi eshitgan. yoziblar jamlab qo'yadi. Ha. Hali Imom Buxoriyda ham mashhur voqeasi bor-ku. O'zini ilm oluvchi bolalari bilan ya'ni birga o'qiyotgan bolalar bilan qilsa, Imom Buxoriy yozmadi, qolgan she'rlar yozar deganchi. Hmm. Shu nimaga desangiz, zobtul kitab edi, ular yozib saqlab qo'yishardi. Hmm. Zobtus sodir bo'lsa kamchilik bo'lgan olimlar. Siz o'ylang, eshitgan narsangizni bir kun kelib men sizdan so'radim, aytib berayotgan narsalarimni 20 kundan keyin kelib so'rab aytib bersa sizda zobtus sodir bor-da. Hmm. Shu ham to'liq adashmasdan 10 ta hadis rivoyat qilsangiz, 10 ta hadisni to'liq aytib bersangiz, to'liq zobtingiz, sizni zehningiz esda qolarli nimangiz to'liq bo'lsa, ana keyin bu zobit degan narsa bo'ladi. Ha. Shu sahihda 3-sharti nima bo'ldi? Zobit bo'ldi. Hmm. 4-inchisi bo'ladigan bo'lsa, hadisda illat bo'lmasligi. Ha. Illat nima degan desa, bizga o'xshagan odamlar hadisga desa kirishgan yoki hadisga desa yurib qolgan olimlar ham hadisni ko'rib sanadi uzilmagan, roviylari bir zaif roviy yo'q, sahih deb o'ylaradi, lekin shunaqa bir olimlar borki, bu hadisda shu yerida zaiflik bor deb aytib beradi. Hmm. Aniqlab qo'yadi. Yo'q, yashirin bir illat bo'ladi, yashirin bir zaiflik bo'ladi, topib chiqishadi-da. Hmm. 4-inchisi bo'lsa shaz bo'lmasligi hadisda. Shaz deb nimani aytamiz desa, siz ham yaxshi ishonchli siqa roviysiz, rivoyat qiluvchisiz. Men ham bir hadisda rivoyat qiluvchiman. Meni ham zehnim yaxshi. Siz ham odilsiz, men ham odilman. Lekin ikkovimizning hadisimiz bir-birimizga qarshi bo'lib qolsa, ikkovsi qaysi biri kuchliroq? Kuchliroq hadis qabul qilinadi. Kuchsizroq. Hech kuchsizroq hadisi shaz bo'lib qoladi. Zaifning qatorlariga kirib qoladi. Ya'ni shu 5 ta shart bilan hadis sahih bo'lib qoladi.